barakaga yopilishimga, rizqimni qisqarishiga va qarzlarga mashindov kirib ketishimga sababchi bo'lgan 3 ta faktor. Birinchisi bu ekonom qilish, ya'ni haddan ortiq o'zingizdan ayash, o'zingizni eng oxirgi o'ringa qo'yish, xohishlaringizga qarshi borish, qalbingizga quloq solmaslik. Ikkinchisi bu yo'q ongida yashash, yetmaydi ongida yashash, ya'ni qo'lingizga pulni olishingiz bilan yetmaydi degan xayol birinchi bo'lib kelish, ya'ni doimiy qo'rquvda yashash. Tugab qoladi, yetmay qoladi, voy endi nima bo'ladi degan tushunchalar bilan yashash. Va uchinchisi doim shu narsalarni o'ylab yurish, ya'ni qarzlaringizni, yetishmovchilikni, qanaqadir muammolaringizni. Ishoning, biz nimani ko'proq o'ylasak, o'sha narsani ko'paytiramiz. Qarzlarni umuman o'ylamaslikka harakat qiling. Shukurda gap ko'p. Shunchaki tilda emas, qalbingizdan bo'lgan shukurda gap ko'p. Tajribadan o'tkazmagan narsalarimni gapirmayman. Ya'ni o'zim sinaganim uchun, o'zimdan o'tgani uchun, zarbalarni ko'p yeganim uchun shu narsalarni aytishni o'zimga maqsad qilganman. Agarda sizda ham shunaqa xususiyatlar bo'lsa, o'zingizni tahlil qiling va shu xatolarni qaytarmaslikka harakat qiling. Xulosa o'zingizdan.